Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisiz? Mana dehqonboyingiz dehqonchiliklarni qarang. Mana qatqaloq qisib yotgan yerlardagi mana dehqonchiliklarni bir ko'ring, mana qanday holatlarga keldi, mana qarang. Yani Allohdan umid uzmagandik, mana dehqonchiliklarga ortiq qolgan joyi bordi, pomidor ekvordik. Mana Qurbon hayiti yaqinlashmoqda. İmkoningiz bo'lsa, qo'lingizdan kelsa, qurbonlik qiling, qiynalgan oilalarga tarqatib yuboring. Alloh barchasini ko'rguvchi va bilguvchi-da. Qilayotgan amalimizga qarab, rizq nasibamizni belgilaydi, barakamizni beradi. Mana shu qilayotgan dehqonchiliklarga ham barakasini beradi. Hamisha Allohdan umid uzmasligimiz kerak-da. Allohdan umid uzmasak, barchasi joy-joyida bo'ladi. Sog' salomat bo'ling. Like bosing, obuna bo'ling, tarqatib yuboring. Tarqatib yuboring. Sog' salomat bo'ling.